Tan, tan. Telegramdagi Tablox TV kanalida ovozlashtirilmoqda. Bizlarni qo'llab turasizlar degan umiddamiz. Totpoga emasmi? Ha? Voy, assalomu alaykum ustoz. Ey uchiz, sen hali ham ishlayapsanmi? Ha, men birozga kutubxonaga o'tmoqchi edim. Biron narsadan xavotirdamisan? Hatto buni nima deb aytishni ham hozircha bilmayman. Nima uchun? O'sha sizning sherigingiz yoki do'stingiz mendan nafratlanadi shekilli. Hech qisi yo'q. Yo'q, siz umuman tushunmayapsiz. U meni xullas hammani yonida yoki sharmanda qiladi yoki mendan nimalarnidir talab qiladi. Bu juda ham chalkash. Guinness rekordlarga kirgizish kerak uni. U hech ham buni sababsiz qilmasdi. Ha, rahmat. Men ketishim kerak edi. Ertagacha Eju. Yaxshi dam oling. Hoyjeyun, yaqinlashma. No. Bu yerda nimadir noaniq. Shunday emasmi? Axir Texasyonni shunchaki qo'yib yubora olmaydi. Ha, bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Aytmoqchimanki, Josionni unga aniq zarba kerak. Va bitta zarba bilan hech narsa bo'lib qolmaydi. Siz ham shu fikrdamisiz? Ha. Albatta, boshlaymiz. Shut! Ketdik. Ahvoling yaxshimi? Hoy, bir soniya to'xtachi. Eshak bo'lsang ham senga yana bitta zarba kerak. Ha. Yana? To'xta, men tayyorlanishim kerak. Ay, shibal. Endi tur. Bu juda ajoyib chiqdi. Bu yaxshi. Ajoyib, bu perfekt. Qanday qilib men shunday narsa yozishim mumkin? Hech kim ko'rmadi. Ha, endi bitta narsa o'ylantiryapti. Shuncha yaxshiki. Men buni yuklashim kerak. Yo'q, siz shunchalik chiqishni xohlaysizmi? Iltimos, menga rostini ayting, rostdan xohlaysizmi? Men Ajoyib. rostdan fake qilib yuklashim kerakmi? Keling. Shunchaki buni yuklashim kerak. Hech kim sezmaydi. Men o'sha bosish kerak. Biz haqiqiy dunyoga chiqamiz. Biz do'st edik. O'sha mana shu Bella Daram yozayotgan Imokning birinchi haqiqiy mangasi. Bu shunchalik og'riyaptimi?
yaxshi bo'lib qolarman. Nima uchun kimdir ko'zoynak olishadi? Ular hatto foydalana olishmaydi. Bo'ldi, tushundim. U daraxtda bo'lishi mumkin. Sen uni tepaga uchganini aytding. Agar u yerda bo'lmasa, daraxtda, aniq u tepada. U yerda yo'q. Xo'sh, ular qayerga yetib borishdi? Kabutarlarni o'z uyasini qurish uchun olib ketganmi? Shunday. Qushlar shunday yaltiroq narsalarni yoqtirishadi. Uylarini bezatish uchun ularni o'g'irlashadi. Faqat yangilarini oling. Bu muammo, chunki u maxsus ko'zoynak edi. Nima? U shunchalik tez ovqatlanib bo'ldimi? Ko'zoynak kaptarda. Unga nima bo'ldi? Menimcha u haqiqatdan ham kasal. Maktabdan ruxsat olishim kerak shekilli. Mayli, men maktabga xabar beraman. Biroz dam ol. Bitta ko'zoynaklar sababli yomon bo'lishi ham mumkinmi? Janobga o'zini yomon his qilmoqda. Shuning uchun men uni o'rniga dars o'taman. Keling, darsni boshlaylik. Kimga yon? Ha, Kimdan ji? bu yerdaman. Kim yengji? Ha, Oarin. ha, ustoz. O'qituvchimiz almashadi. Choyumi. Dongju bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ha, ha, ha. Sen uchun. Jenjimin. Shu yerda. Kechagina yaxshi ko'rinib turmaganmidi? Hoy, bas qil. U ham odam-ku, uning ham sevgani bor-da. Ha, bo'lishi mumkin. U ijoga qilganlari uchun jazolanmoqda. Mening qizalog'imga hech qanday sababsiz yomon munosabatda bo'ldi. To'g'rimi, qizalog'im? Jenny, sen ham ozdirish usullarini qilib ko'rganmisan? Assalomu alaykum janobga, yaxshimisiz? Ha, bizdan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Siz faqat ayni vaqtda o'zingizga qarang. Ha, albatta, men sinfga o'zim ketishlarini aytaman. Ha, biroz dam oling. Ko'rishguncha. Diqqat qiling, rol teoremasini tushunchasi. Bu yerga bittasini kiritsak va agar biz bu yerga 5 tasini kiritsak, Nihoyat tugadi. Rahmat ustoz. Aylanishga bormaymizmi? Xudoyim, men shunaqangi uyqum kelyapti. Bolalar, menga qarang. Hey, bilmaysanmi, o'qituvchi kelmaydimi? Darsdan so'ng uyingizga to'g'ri yetib olib, ertaga maktabga ertaroq keling. Tugatdim. Hoy, u hozirgina meni hamma yonida ignor qildimi? Men rassomlik akademiyasiga ketyapman. Yaxshi yetib ol. U rostdan ham og'irmi? Unut, bu sening ishing emas, Yoju. Shu darajada bo'ldimi? Hatto ishdan dam oldi. Doktorning gapini eshitmadingmi? U ozgina dam olishi kerak. U haddan tashqari oshirib yuborsa, u ko'zga zarar yetkazishi mumkin. Bu sening ariza daftaringmi? Bu
ko'zoynaklar janob Ganik haqidami? Gap shundaki, Ular shunchalik muhim ko'zoynaklarmidi? ular maxsus ko'zoynaklar edi. U askar bo'lishga harakat qilardi, lekin ko'zini jarohatlab oldi. U yangi ko'zoynak olishi juda uzoq vaqt davom etadi. Oh, yo'q. Shoshmay tursangizchi. Yo'q, ketmang. Ey! Gayun, to'xta, iltimos buni menga ber. Ha, menga zudlikda kerak bu iltimos. Ha, men o'shanga yetib olishim kerak. Ha, albatta, katta rahmat, xullas qaytaraman. Yo'ldan qoch, bosim kelamizga ham yomon. Amaki, to'xta. 성스러운 그 시선 나를 바라보고 있는 걸까 묵직한 그 Hey! Qo'ysangizchi endi. Hey! Shuncha kelganga yarasha inson bir yuragi ham ko'rmaydimi? Ana oynalarini nima uchun qo'ygan mashinalar? Hech Nursan. Ey, kutib turing. Hadi yo'ba. Amaki, kutib turing. Yonidagi shu mashina ko'zoynaklarni yilib olib o'tdi-chusangda. Hey! Iltimos! Hey! Shoshmay turing! Hey! Ya Xudoyim, yo'ldim. Iltimos! Muncha uzoqqa ketyapsiz. Hadi bu baloningiz teshilib yo'lda to'xtab qolsangiz ham roziman. To'xtang yoki men buni qilishga majburman. Esh! Bilaman. Nima qilyapsan bu Haqiqo? Bilaman, lekin hozir menga yordamingiz kerak. Bir marta iltimos men uchun. Nima haqida gapiryapsan? Xullas, o'qituvchimning hayoti menga bog'liq. Meni deb hozir ko'rmayapti. U juda xafa ostida. Iltimos, u sizning mashinangizda. Ana u yerda. Iltimos, menga shunchaki bir marta ko'rishga yordam bering. Aniq ko'zoynaklar shu yerda deb o'ylaysanmi? Bo'lmasam kecha uni o'zim tashlab yubordim. Nega unday qilding o'zi? Hatto siz buni tushunmaysiz ham. Sen ularni bu yerdan topolmaysan. Yo'q, men buni qilishim kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Men bularni qilayotganimda rostdan ham afsusdaman. Lekin amaki, qarang, men albatta bu yerlarni rostdan yig'ishtirib beraman. Sizga ko'p ish qilayotganimda afsusdaman. Amaki, qarang, mana ularni Shumi? topdim. Ha, bu albatta o'shalar, ular. Voynan ular. Yo'q, men kattakon rahmat. Qayerdan topdim deding? Skameyka tagidagi axlatlar orasidan. Qarang, buzilgan ekan. 4073. Bu telefon raqamingning oxirgi 4 ta raqami. Mening talabalarimning birining raqami xuddi shunday. Xo'sh, 4073. Yoveju. Isming nima?
Buni sizga nima ahamiyati bor? Menga pulimni bering, kompyuterga boraman. Isming? Yovidu. Opangga telefon qil tez. Ha, nimaga? Telefon qil dedim. Hal qilding, shundaymi? Opa, sizda gapi bor ekan. Yovidu. O'qituvchingiz ochkisini o'g'irladingizmi? Tentay. Hey, sen ketishing mumkin. Opang bilan chiroyli gaplash. O'qituvchi, hozir nima qilsangiz ham to'g'ri. Sendan so'ragandimi, bosgan narsang ko'zoynagimmi deb. Oldinroq aytganingda hamma ovora bo'lmardi. Lekin ko'zlarimga qarab turib men bilmayman deb yolg'on gapirding-a? Men sizdan qo'rqqandim. Chunki siz mendan jiya tufayli hech narsa bo'lmasada meni to'rt bala oldingiz. Lekin bu katta adolatsizlik edi axir. Chunki men sizga hech narsa qilmadim va qilmaganman ham. Bu siz mendan nafratlanishingiz tufayli deb o'yladim. Ko'zoynaklarni bosib olishim esa kattaroq janjalga olib kelishi deb o'ylagandim. Lekin men rostdan ham ularni asosiy yoki maxsus ekanligini bilmagandim. Agar men bularni bilganimda aslo bunday qilmasdim. Sizdan juda afsusdaman. Xo'sh. Bu seni aybing va buni o'zing tan olding. Endi tovon pulini to'lasang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Siz tovon puli deysizmi? Mening ko'zoynagim naq 10 million won turadi. 10 million? Nechta yo'l bor? Axir bu ko'zoynaklar arzi. O'quvchilarimdan pul ola olmayman. Shunday ekan, sen aybingni boshqa yo'l bilan yuvasan. Ha, albatta, xuddi Dablox TV yosh bo'lishiga qaramay mashaqqat bilan oz berayotganidek qilaman. Senga bir imkoniyat beraman. Katta rahmat ustoz, men albatta hammasini qilaman. Maktabdan keyin matematika. Eshita olmadim. Darsdan so'ng matematika faniga qolib, o'z baholaringni yaxshilash bilan yuvasan. Hazillashdingiz, to'g'rimi? Menga o'xshagan matematikadan emas, matematika mendan voz kechib ketgan qizga to'g'ri kelmaydi. Bo'lsa darsga erta kelib, xona haroratini 23 darajaga qo'yib, har bir stolga tarqatmalarni tarqatib, barcha uy vazifalarni yig'ib, dars tugagandan so'ng tozalab, eshik va oynalarni yopib chiqasan. Va lekin bu juda ko'p-ku. Qanday qilaman? Chorshanba soat 5 da. Yo'q, chorshanba soat 5 da meni siz jismoniy tarbiya sizning og'ayningizmi, akangizmi, xullas uning to'garaklariga borishim kerak. Unutma. 10 million won. Kim ekanligingizni unutib qo'ydim shekilli. Nimadan oldi desa matematikadan deng. Yo'q, xudo, qanday qilaman? Hoy kichkina, taqlatib kir. Pulini bering. Sizni deb ololmadim-ku. Hey, nima meni prezident xotini deb o'ylaysanmi? Har doim pul so'rayverasan. Voy, bermayman demadim-ku. Ola qol, meni budjetim.
Pass. Nega hamma odamlar men bilan o'ynashaveradi? Nima shunchalik muhim odammanmi? Shoshmachi. Sen aybing va buni o'zing tan olding. Endi tovon pulini to'lasang, unutma. 10 million won. U mening mangam uchun ajoyib dialog o'ylab topdi. Ha? Sim kompyuter ochilchi. Xo'sh, ishonamanki mening mangam yana oxirida. Xo'sh. Bu nimasi? Birinchi raqam A. To'xta, bu biz do'st edik, ko'rishlar soni 130 ku. Nimalar? Yo'q, nima bo'lish? Bu yerda qancha simli? Bitta, ikkita, uchta, nechta nol bor? Yo'q, doyim. Bu ishongim keyin. Yo'q, nima bu? Men tush ko'ryapmanmi? Yo'q, albatta yo'q. Nima bu? Nima sensan? Biz do'st edik, birinchi qism. Oh, yo'q, men kelajakka tushib qolganga o'xshamayman. Roman juda katta va foydali. Texnosion birga bo'ladimi? Yo'sin juda ham baxtli. Texa haqiqiy muhabbatda ular birga bo'lsin. Yo'q, bu o'g'rimadi. Demak, bu haqiqiymi? Yo'q, bu haqiqiy yo'q, do'yo. Hozir shiq etib mangani zo'rligi haqida fikr kelyapti. Bu Jason Texa va Yun aslida uning maktabdagi o'qituvchilari, lekin buni hech kim bilmaydi. Sirli. Men ham manga yozsammikan, a? Janob Noni Instagramni topdi rostmi? Ha, hozir tashlayman rasmini. Yo'q, xudoyim ajoyib. Janob Nonjonni ham topib ber. Pul so'ramoqchiman. Pul olasam yo'q, ole. Nega yo'qcha ko'rinmayapti? U menimcha rostdan ham o'qiyapti. Sen kechikding. Charchadim. Biz gaplashib olishimiz kerak. Aytadigan gapim yo'q. Gaplashib olamiz dedim, tushundingmi? Aytadigan gapim yo'q dedim. Meni qo'yib yubor. Meni kechir. Meni qo'yib yuborishingni aytdim. Yaxshimisan? Bu sening aybing edi va sen buni tan olding. Faqat tovon puli qoldi. Tovon puli? $10 million won. Nima? Sen mening lablarimni yorib yubording. 10 million won qiymatdagi. 10 million nimani nazarda Biror tutyapsan? narsa eshitildi, taqchillik qiymati deb ataladi. Biror narsa qanchalik kam bo'lsa, qanchalik qimmatli bo'ladi. Chunki odamlar buni yanada ko'proq xohlashadi. Xuddi lablarim kabi men hech kimga ruxsat bermayman. Sen kambag'alsan, shuning uchun pul o'rniga sen bo'lasan. Menga to'lashning boshqa yo'lini topishing kerak. Chorshanba soat 5 gacha. Mening joyimga kel. Bir soniya ham kechikma. Bu 10 million won. Menga to'liq qilib olib kel. Everything is so hard, 너를 뜨게 해 말해줘 니 deep down 어떤 맘인지 불안하다 해 Tuk. Dablox TV bilan qoling. Romantikaning asosiy qiymati yoki romantikaning matematika o'qituvchisi va manga yozuvchisi haqida asari.